Qadimiy İpek yo'lini tilga olsak, kishilar Kiroran qadimiy shahrini eng burun esiga kelishi mumkin. Qadimki Kiroran shahri Lopnur ko'lining g'arbiga joylashgan g'arbiy shahar tuguni bo'lib, qadimki İpek yo'lida muhim o'rinni egallagan. Lekin siz Kiroran qadimiy shahrining bir kechada tuyuqsiz yo'qolib ketganini anglaganmi? Kiroran qadimiy shahri nima uchun yo'qolib ketgan? Arxeologlar ba'zi sirliq ipuçlarını bayqagan. Yani ba'zilar bu tabiatning insonlarga chalgan ogohlantirish qo'ng'irqi degan fikrlarni o'tirib qo'ygan. Yani ba'zi materiallarda mundaq deb xotirlangan. Kiroran g'arbiy yurtdagi mashhur shaharlarning biri bo'lib, milodiya 630-yili sirliq yo'qolib ketgan. Hamda bugungi kunlikdagi xarobiylikka aylangan. 20-asrdagi arxeologik cho'ng bayqash davomida Kiroran shahrining xarobiylikka bayqalgan. Bu chog'da arxeologlar intayin hayajonlangan. Chunki ular qadimiy shaharning sirliq yo'qolib ketish sababiga oid materiallarni topalaydigan bo'ldi deb qaragan. Ammo qadimiy shaharning alohida jo'rafiylik o'rni va havoyi muhit tufaylidan qadimiy shaharning haqiqiy yo'qolib ketish sababini ta hozirgacha topolmagan. Kiroran qadimiy shaharning sirliq yo'qolib ketish sababi to'g'risida nurg'un tadqiqotchilarning o'xshamagan farazlari bir qadar ko'p. Bu farazlarning ichida kishini eng qoyil qilarlik javob tuvandikicha. Arxeologlarning necha 10 yil tadqiq qilishidan keyin Kiroran qadimiy shahrining haqiqatan qisqa vaqt ichida yo'qolib ketganlik farzi umumlashtirilgan. Aslida Kiroran qadimiy shahridagi yerlik kishilar atrofdagi muhitni to'xtamay buzg'unchilik uchratgan. Qadimiy shahar Lopnurning g'arbiy qirg'og'iga joylashgan bo'lib, muhiti azaldan qaqas ham g'alita. Ammo mushundaq bir qaqas joyda 14 ming aholi o'ltiraqlashgan. Kiroran qadimiy shahridagi xalqlar muhitni asrashni bilmagachga atrofdagi daraxtlarni uzun muddat xohlagancha buzg'unchilik uchratgan. Shuning bilan ig'ir darajada qumning eqishini keltirib chiqargan. Ekologik muhit bara kishi o'ylamagan darajada buzilish qarabmangan. Bundaq nachar ekologik muhitda kishilarning yashashi borgan-sir taslishib ketgan. Hatto nachar muhitning ta'sirida nurg'un kishilar emgak iqtidoridan qolgan. Shuning bilan bir qism Kiroran xalqi yurtlarini tashlab ketib qolgan. Vaqtning o'tishiga ergishib, Kiroran qadimiy shahri butunlay qum barxanlar ostida ko'milib qolgan. Arxeologlar bu shahar atrofidan yana oz bo'lmagan qurib asli saqlanib qolgan jasadlarni bayqagan. Bu qadimiy shaharning turmush muhiti va tabiiy sharoitining intayin qo'rqinchli ekanligini isbotlab berdi.